Akalar salom alaykum. Buyurtma asosida Shahboz akamizga Donfen 008 mashinasini olib kelib bergandik. Biz o'zimiz maqtamaymiz. Bizning haqimizda mijozlarimiz gapirishadi. Aka, boshlang. Salom alaykum. Jahon aka yaxshimisiz? Yaxshimi? Tak, nima deymiz? Haqiqatni aytamiz. Jahon akadan internetdan ko'rib kelganman Instagramdan. Mashinaga to'lov qildik. Va'dani berdilar, chistoni qo'ydilar. Maksimum shu muddat dedilar. Ishonib to'lovni qildik. Xudo xolasa muddatdan oldin yetib keldi mashina. 1 oy dedilar, 22 kun ichida kirib keldi mashina Xudo xolasa. Oldik. Hamma narsani vaqtida qilib berdilar. Ishonchli akalar. Xudo xolasa inshaalloh yana nasib oladigan bo'lsa, shu Jahon aka o'zingizni olamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Pad nomer haqida alohida gapirib boring. Gayda nima tema bo'ldi? Pad nomer taqqan bo'ldim. Nomer oldim. Mana bugun chiqib yotdi. Pad nomerlargacha jo'natdilar gayiga. Fayzobodga aka nomer taqqanman dedim. O'zlar bo'ldi, hozir pad nomer jo'nataman deb o'zlari inisiativ qilib jo'natdilar pad nomer Fayzobodga. Nomer oldim, taqqanman, pad nomer shunda o'ziga tushdi Xitoy. Boshqa yonimdagi bitta Donfen bor edi, u chiqdi. Aka, pad nomer qayerdan oldingiz? Nomer oldim, meniki tushmayapti, taqilmayapti. Unda muammo bo'ldi. Men aytdim, men Jahon akadan olganman dedim. Sen o'zingning avtosaloningga bor dedim. Bilmayman dedi. Ketdi pad nomer qidirib, nomer taqolmadi. Taqdik, xudo xolisa pad nomerda ham baribir gap topdi ekan. Nima ma'noda qo'ydim, muammo bo'lgani yo'q, ketdim-da. Endi u Donfen topolmadim misol uchun, pad nomer qidirib ketdi. Shu aka, baraka toping, rahmat, xizmatingizga rozi bo'lasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga buyursin aka. Xudo xolasa bugun 16-may 17:15 bu hafta Donfenlarni haftasi bo'ladi. Sababi biz olib kelib bergan Donfenlarimizga sekin-sekin nomer taqish boshlanyapti. Ochib yuboring, bitta mashinadan aka ilan ko'rsatib yuboring. Agar sizga ham shunaqa buyurtma asosida yo tayyor mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing. Qo'ldan kelgancha tezlashtirib olib kelib beramiz. Akamiz ham 24-yil kuzovdagi mashinaga pul to'lagandilar. Biz akamizga 25 olib kelib berganmiz. Mashinani olganingizcha, haydab yurganingizcha, keyingi buyurtma berganingizcha hamma narsa bizning bo'yinda bo'ladi. Bu narsa bu videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan tanishligiga borib qo'yamiz. Sog' bo'linglar. Ayting aka. Qolib ketdi. Endi yaxshilik qilganlardan bittasi mashinada razitsamiz qolib ketuvdi. O'sha razitsalarni ham misol uchun men o'ylaganim bo'ldi. Uxladim, kiydirib yubordi, beraman deyiladi o'ylab. Hamma razitsalarni berdilar, qaytardilar. So'ramasam o'zlari olib borib beraman deb qo'ymadilar. Aka, o'zim kelaman dedim. Razitsalargacha hammasini joy-joyida qildilar. Aka, ishonchlilar, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlaringizga buyursin aka. Ana shunaqa yaxshi odamimizni ko'ryapsizlar. Videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan tanishligiga borib qo'yamiz. Ustida tilamaylamayapti. O'zi video olmayman.